filiali bor. Vismani filiali. Ismani filiali bor. Farg'onada Ismani filiali bor. O'sha yoqqa topshirib, o'sha yoqdan bu yoqqa kelsangiz bo'ladi. Ular hammasi shu to'lovni qilganingizdan keyin sizga dokumentlarni to'g'irlab berishadi o'zi hammasi. Shu vizaga kirib chiqasiz. Viza chiqarib berishsa, bu yoqqa kelaverasiz. O'sha joydan boshlayverasiz. Ertunikida ham u yoqda filiali bor. Uni adashmasam Ertuni o'qishida siz bitta semestrda o'sha yoqda o'qiysiz. Ikkinchi semestrdan bu yoqqa kelib o'qishni boshlaysiz. Adashmasam uni ham birinchi semestrni bu yoqda boshlash ilojisi bor. Menimcha shunaqa qilib ularning o'zi filiallari, kompaniyalari o'zi dokumentlaringizni to'g'rilashga yordam beradi. Yokida o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Men o'zim qilganman. Xullas o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi, kompaniya ham qilib beradi to'lovlari bilan. Vizaga kirib chiqishingiz kerak bo'ldi. Ba'zida shu viza ham juda oson bo'ladi. Bu yoqqa kelasiz. O'qishga hozirgi kunda qancha kontrakt to'lanyapti? O'sha hozir ikkita o'qishni eslab o'tdik. O'sha ikkita o'qishni aynan qaysi biri qancha? Hozir bu ikkita o'qishda Ertu bilan Ismada hozirgi kunda kontraktlar ham ko'tarilib ketgancha. Hozirgi kunda Ertunikida adashmasam 3000 dan balandroq kontrakt to'lanyapti yevroda. 3000 yevrodan ko'proq. Ismada ham adashmasam shu 3000 yoki 3300. Demak, katta farq qilmaydiganlar bir-biridan. Почти katta farq qilmaydi. Magistraturalari ham xuddi shunaqa magistraturalar ozgincha 3500 yoki 3300. Borganingizdan keyin gaplashsangiz, menimcha ular chegirma ham qilib berishi mumkin. Kamroqqa hozirgi kunda yo 2500 yoki 3000 oralig'ida. Endi kelib o'qishda qiziqib yurgan akalarga kelsa, o'qishga masalan kontraktini birinchisini O'zbekistonda ilojisini qilib to'lab kelsa, keyin bu yerda ham ishlab, ham o'qib to'lab ketish iloji bo'ladimi? Bo'ladi. Agar o'sha iloji bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoqda 1 yillik kontraktini to'lab bu yoqqa keladigan bo'lsa, unda eplab ketsa bo'ladi. Agarda yarim semestrlik to'lashni ham iloji bor. Agarda shu 6 oyligini to'lab turib bu yoqqa kelib keyingisiga harakat qiladigan bo'lsa, bilmadim, balkim qiynalib qolishi mumkin. Uydagilardan pul so'rash vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Shunda agarda o'sha eng zo'r varianti 1 yillikka to'lov qilganingizdan keyin bu yoqqa kelib sal bu yoqqa muhitiga moslashib, keyinchalik ish topib ketishingiz mumkin. Chunki hali ish topishingiz ham ba'zida keyingi yilga tayyorgarlik bo'ladi-da. Keyingi yilga tayyorgarlik bo'ladi. Vaqtingiz bo'ladi. 6 oylikka to'lov qiladigan bo'lsangiz, kelganingizdan keyin 3 oy ichida vizangiz expire bo'ladi, ya'ni muddati tugaydi. Siz shu 3 oy ichida ID karta olishingiz kerak, ruxsatnoma olishingiz kerak. ID kartasi ham topshirganingizda 1 oylikka topshirsangiz bo'ladi. 70-80 euro yo bo'lmasam borsa 100 eurodan ozgincha ketib qoladi 1 oylik uchun. 10 kunlikka topshirsangiz bo'ladi. 200 eurodan shunaqa qilib unga ham xarajatlar ketib qoladi. 1 oy vaqtingiz bo'ladi uni olishga. ID kartani olganingizdan keyin bemalol shu yoqda yurib, studentskiy ish vaqtlari bir haftada 20 soat bo'ladigan bo'lsa, ishlab yurishingiz mumkin, o'zingizda eplab. Demak, hozir studentlarga bir haftada qanaqadir chegaralangan miqdorda ishlash mumkin-a? Studentlarga hozirda har doimgidek bir hafta uchun 20 soat ish soati ishlashga ruxsat beriladi. Ya'ni o'sha dushanbadan jumagacha o'qishingiz bo'ladigan bo'lsa, o'qishdan tashqari yokida o'sha shanba yoki yakshanba kunlarida bemalol ishlab pul topsangiz bo'ladi. Tushunarli. Agar sizda qanaqadir tajribalar bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda qilgan masalan oshpazlik tajribalari yo bo'lmasam mashinalar bilan bog'liq ustachilik tajribalari bo'ladigan bo'lsa, qo'lda hunar bo'ladigan bo'lsa, ancha osonroq bo'ladi. Pul topish osonroq. Agarda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, qo'lingizda hunar bo'lmaydigan bo'lsa, ozgincha qiynalasiz, lekin baribir tajriba bo'lib qoladi sizga ham. Baribir hammasi yaxshi. Qo'limni almashtirib olay. Yana bir qiziq savol hammaga, masalan, o'zi har bir chetga chiqadigan odam birinchi savol shu bo'lsa kerak, til masalasi. Til masalasi. Latviyada til masalasi qanaqa, qaysi tillar bilish kerak, qaysi tillar kerak emas? Ko'pchilik o'ylaydi, bu yoqqa kelgandan keyin ingliz tilida gapirishga, ingliz tilida suhbatlashishga harakat qiladi. O'zi ruschani bilsa-da,
lekin bu yoqda 80% aholisi asosan rus tilida gaplashadi, rus tilini biladi rus tilida muloqot qiladi. Shunday ekan, agar sizda ingliz tilida sal nima desa bo'ladi, muammolar bo'ladigan bo'lsa, unchalik yaxshi gaplasha olmasangiz, rus tilida bemalol gaplashangiz bo'ladi. Yoki boshqa davlatdan kelganlar uchun ham Yevropani tillarida ham ular gaplasha oladi. Boshqa tillarda ham gaplasha oladi. Rus tili va shu ingliz tili asosiy tillardan biri. Asosiy tillardan biri. Latish tili menimcha qiyin til bo'lsa kerak o'rganish. Latish tili ozgincha italyan boshqa portugalist tillar bilan sal mix qilingan. Bu yoqda o'sha oldindan nima desa bo'ladi, eski tarixga bog'lanadi. Bular kelib o'sha o'zlarining tillari bilan shartlashtirgan. Bular hammasi aralashgan til bo'lib, latish tili bo'ladi. Hammasidan olingan ozgincha. Shunaqa. Shu bitta ikkita masalan ruscha so'zlarni ham eshitib qolaman, yaqin so'zlar. Keyin ham ba'zi so'zlar bor, umuman begona so'zlar. Qaysi nimaga aynan begona deyapman? Slavyan tillariga begona so'zlar uchratib qolamanda, shu demak o'sha bu g'arbiy Yevropadan ko'proq kelgan tillar ham aralashgani uchun, mix bo'lib qolgani uchun shunaqa notanish so'zlar ko'p bo'lar ekan. Ko'p so'zlari boshqa tillarga o'xshab ketganligi uchun aralash hisoblanadi. Tushunarli. Bo'lmasa mashinada o'tirib davom ettiramiz.